Eshityapsizlarmi? Chaqmoq uradigan darajada bo'lib turibdi hozir. Bugun Xudo xohlasa, ob-havo zo'r bo'lsa, mana bunaqa vidlar bizani mahliyo yoqib tursa, biz unda uddalaymiz. Engashib olinglar, sababi eshityapsizlar, mana bunga tok uryapti. Молодцы. Chaqmoq urishini qatdan bilyapman. Mana buni eshitib ko'ringlar. Eshityapsizlarmi? Bu cho'qqida shunchaki 1 daqiqa turdik. Endi mana bu yerda sekin pastga tushamiz. Qo'shqalarni kiyib oldik. Shunday qarab ketaverasiz. Oyoqqa, bu yoqqa balkim oyoq ko'rarmikin, chunki men oyoqda ketyapman-da. Настроение zo'r. 3 ta cho'qqi bor bir kunda. Oyoq nejlardan ketyapman deb aytdim. Kimdir eshitmay, yolg'on, qorda, bunaqa baland joyda nima bor oyoqqa? Mana oyoqni bo'qlari. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda tog' ichkilari bor. Mana o'shalarni tutib yeydi. Mana ketyapti. Primo oyoq nejlari. Gumurlayapti. Orada do'lam yog'yapti, kaskamga shunaqa uryapti. Xudoyimizni qo'llab-quvvatlaganini misolda ko'rsataman. Kuchli yomg'ir yog'yapti. Bugun ertalab chiqib 3 ta cho'qqi, 2 ta perivallarni aylanib keldik. Mana palatkalarimiz bu yomg'irlar tepada yoqqandachi biz ancha qiynalib qolardik. Ruschalikda yaxshi gap bor, u природы нет плохой погоды. Tabiat yomon hol bo'lmaydi. Buni ham biz qabul qilishimiz kerak. Bu ham Xudodan.